Ukajonim, endi shunaqa odat borki, mana yigitlar biladi, uylanganlar biladi. Uylangandan keyin ba'zilari bor, yigitlarni unutib qo'yadi, ba'zilari bor, unutmaydi. Shu unutmaydiganlar safida bo'ling. Uylandim deb buni to'g'riman jo'ralarini. Choyxona-yu yog'li palov to'ralarini. Endi ukajonim, ertadan bo'ydog'li ketdi-yu. Endi tepib bukma paqir ko'ralarni. Bugun qoni qizildi, ukajon. O'ynab oladi. Nima qilsin? Shaylani Sharchinobodning soylarida. To'ylar bo'lsin ekmi-ekkilarning uylarida. Xudo xolasa, ukajon, uyingizda o'g'ildir, qizdir, xizmat qilaylik farzandingiz to'ylarida. Xizmat qilaylik ekmi-ekkilarning to'ylarida. Onajonimiz bilan onajonimiz uzoq yil kutgan bugunda. Onajonim, endi siz ham qaynonasiz. Ukajonim uxlab qolsa uyg'otasiz. Endi qarang, endi shunaqa bo'lar ekanki, hali onalarimiz mana uylanmasdan oldin birda ikkida kelsak ham bilinmasdi-yu. Yo bo'lmasa, gap qaytarib qo'ysa bilinmasdi. Endi gap qaytarib ko'rchi, xotin ol aynadi bu. Xotin oldi aynadi, ha? Qancha deysiz endi? Otajonim, endi siz ham qaynotasiz. Ukajonim uxlab qolsa uyg'otasiz. Xudo xolasa, bir yildan keyin yelkasida nabiralar o'ynatadi. Yelkangizda nabiralar o'ynatasiz. Pulli bo'lsin kuyov, pulli bo'lsin. Sen ham qiynagansan, uylanganlar. Ha? Haliga to'ydan keyin 5 kilo 10 kilo go'sht yigitlar pishirmasdan endi kuydirib yeysizlar bugun, ha? Qaytarib ham bo'lyapti-yu, ha? Bugun qara, ataylab tuzini solmaydi. Go'shtini solishmaydi. Shu 12 bir qimagacha birodan ketiladi, ha? Qorong'ida tushmay buncha imillaydi. Kuyov bola yuraklari to'kiladi. Odam beroylar. Qorong'i ham tushmay buncha imillaydi. Ukajonim yuraklari to'killaydi. Xudo xolasa, to'shni bir 10 soatdan keyin chimildiqni pardalari qimirlaydi. Chimildiqni pardalari qimirlaydi.